Xodim o'zini asosini bilmaydi. Qoida buzmagan odam to'xtatdi. Qoida buzmaganda gai xodim to'xtatish mumkin emas. Ana shuni o'rgandik shogird. Shogird dedim. Shoshmang ustoz. Yo'l patrul xizmati xodimi meni qoida buzmasam ham to'xtatishga haqqi yo'q degan vaj bilan keng jamoatchilikning fikrini chalg'itmang va yolg'on ma'lumot tarqatishga urinmang. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori 2-bob 6-bandiga asosan hamda amaldagi yo'l harakati qoidalarining 2-bob 7-bandiga asosan yo'l patrul xizmati inspektori sizni to'xtatishi va hujjatlaringizni tekshirishga haqqi bor. Yuqoridagilarga ko'ra, barcha ijtimoiy tarmoq faollaridan tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatib, fuqarolarni chalg'itmasliklarini, fuqarolarimizdan esa aniq ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan olishlarini so'rab qolamiz. Buxoroda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlaridan motivatsiya olgan qoidabuzar mototsikl haydovchisiga nisbatan ma'muriy chora qo'llanildi. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu mototransport haydovchisi bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda aynan meni ko'rgan payt motivatsiyam oshadi deb murojaat yo'llagan edi. Shu birat ko'rsam hayotga qiziqishim ortadi. Darhaqiqat, mening ham motivatsiyam oshdi. Lekin qonun ustuvor, jazo muqarrar. Qadrli yoshlar, bu kabi xatti-harakatni hech qachon takrorlamaymiz. Biz baribir sizni albatta qachondir bo'lsa ham topamiz. Bugun 2025-yil 17-aprel kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda navbatdagi Traverse rusumli transport vositasi Buxoro shahri Alpomish ko'chasi xalq tili bilan nomlanadigan Konechkadan Dinamo aylanma harakatga boraverish yo'lida oqimga qarama-qarshi qo'pol ravishda harakatlanganlik holati tarqaldi va ushbu holat zudlik bilan aniqlanib, ushbu transport vositasi boshqargan haydovchi va avtomashina ko'rib turganingizdek jarima maydonchasiga joylashtirildi. Qadrli yurtdoshlar, bu kabi xatti-harakatni hech qachon takrorlamang. Har qanday holat bo'yicha qonun ustuvor, jazo muqarrarligi albatta ta'minlanadi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Baribir qonun ustuvor, o'naklarlik jarimaga tortildik. Hech kimga maslahat bermayman bunaqa ishlarni qilishga. Shuningdek, hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda Perivalda fura yonganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Joriy yilning 15-aprel kuni soat 22:25larda Qamchiq dovoni hududidan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 159-kilometrida Vodiy Toshkent yo'nalishida 1979-yilda tug'ilgan haydovchi MAN rusumli tirkamali yuk avtomobilini boshqarib ketayotgan vaqtida avtomobil yukxonasida ortilgan ehtiyot qismlarida yong'in kelib chiqib,